Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bu avtobus to'qnashdi hozir Toshkentdan keldi akalar. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Mana ichki holatlarni ham ko'rsataman, odamlarni ham suhbatga tortamiz mana. To'qnashdi hozir O'zbekistondan yetib keldi. Ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Chotki mana. Bagajlar tushyapti уже mana. Hamma yo'q joyida, xudo xolasa. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chotki idealniy sostenadagi avtobuslar mana. Naryoqda O'zbekistonda avtobuslari ham bor. Bir qator ko'rsatib o'tamiz. To'qnashdi. Hozir necha sutkada keldinglar, katta? Necha sutkada keldinglar? 3 sutkada? 3 kunda mana keldilar. Yaxshimi aka avtobus, chotkimi? Chiqilaveradi aloqaga mana aka. Like'ni, podpiskani bosib, tanish bilishlarga uzatinglar aka. O'zbekistonda avtobuslari mana. Naryoqda avtobuslarni ham ko'rsatib o'tamiz mana aka. Mana bu yoqda mana O'zbekistonda avtobuslari aka. Bu Qozog'iston nomeri mana aka. Mana bu yoqda UzAvtotrans mana aka. Chiqilaveradi. Bu ham o'zbek nomerda. Ichki holatlari aloqaga chiqaverasizlar mana aka. Reysiy avtobuslar mana bu yoqda televizorlari ham bor. Chotki. O'zbekistonga ketyapsizmi katta? Yo'q aka, Samaraga. Samaraga yo'lda qolasiz. Yaxshimi aka, avtobus qulaylilari chotkimi? Bo'laveradi aka. Mana aka-ukalar. O'zbekistonda avtobusini ham ko'rsatdik, Qozog'istonnikini ham barchasini ko'rsatib o'tdik. Chiqaverasizlar aloqaga. Avtovokzal, metro Katenlik aka-ukalar. Ishonchli nomerlar ekranda bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar mana aziz vatandoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.